Bugun sizlar bilan Casio haqida gaplashamiz. Dunyoda shunday do'kon borki, u yerga hatto kirish uchun ham pul to'lashingiz kerak. Bu albatta Casco. Casco 1983-yil Seattle ochilgan va atigi 6 yil ichida yillik daromad 3 milliard dollarga yetkazgan. Casco hech qachon reklama qilmaydi, lekin dunyoda 130 ming a'zosi bor. Cascoda ayrim mahsulotlar boshqa joylarga qaraganda 30-40% arzonroq va albatta afsonaviy hot-dog. 1985-yildan beri atigi 1,5 dollar turadi. Va uni narxi hech qachon oshmagan. Lekin hamma mahsulotlar ham har doim arzon emas. Ba'zan boshqa do'konlarda yaxshiroq narx topishingiz mumkin. Casco nimaga juda ham arzon? Casconing biznes modeli aynan Huyanka, ya'ni membership kartaga asoslangan. Bu 1 yillik karta narxi 28 dollar atrofi, yuan 200 yuan. Nima uchun bu juda ham asosli muhim? Chunki Casco har bitta kompaniyaga borganda, menga arzonroq narx ber deb ko'rsatgan paytda, men shuncha xaridorim bor, men shuncha xarajat qiladi deb ko'rsatadi. O'shaning uchun Casco narxi juda ham arzon va sifatli bo'ladi. Xo'sh, Casco a'zolik haqiqatan kerakmi? Agar katta oilangiz bo'lsa, ko'p xarid qiladigan bo'lsangiz, ha. Agar tez-tez kam xarid qiladigan bo'lsangiz va Casco sizdan uzoq bo'lsa, katta ehtimollik bilan yo'q.